man o'zimdan yomon nafratlanib ketardim. Mashinalarim bo'lardi. Mashinalarim ketdi o'yinning orqasida. Yutqizib o'zini o'zi osib qo'ygandi. Chunki u pulni nikak qaytarib bera olmaydi. Ichimda nimadir urdi-otdi. Bitta bos yutasan deyapti. Bitta dona bos yutasan deyapti. Nimadir. Tirnoqlarimni tishlaydim bor. Ana shu tirnoqlarni tishlab hamma qo'tirardim. Uje orqaga yo'l yo'q, kimga yetazlardingiz? $500 qolsa 50 million qo'yib oldingiz. Ketgan bo'lsa 1 soat vaqtingiz ketdi. Ana yerda ishlasangiz 1 soat bunaqa pul topa olasiz-da. 9-darajaga chiqib o'zimni tashlamoqchi bo'lganman-da. O'zim boshqara olmaganman-da. Azat yo'q qolgan, devorlarni urardim, tushunasizmi? Jahlim chiqib ketibdi. Yutgan pullarimni men faqat g'ayib qilaman. Bookmaker hech qachon yutqizmaydi. Hech qachon yutqizmaydi. Ba'zilar qimor o'yinlarini shunchaki o'yin deb atashadi. Ba'zilar esa bundan boyib ketaman deb xayol qiladi. Ammo aslida bu o'yin emas. Bu puxta ishlangan tizim va bu tizimda doim kimdir yutadi. Lekin siz emas. Bugun qimor o'yinlari global biznesga aylangan. Onlayn kazinolar har yili o'rtacha $56 milliard foyda ko'rib keladi. Insonlar omadim kelmoqda degan ishonch bilan harakat qilishadi, lekin bir narsani tushunishmaydi. Bunday tizimlar hech qachon ular uchun ishlamaydi. Keling, tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib deganlaridek, qimor o'yinlarida katta tajribaga ega bo'lgan suhbatdoshimiz ichlaridagi bor haqiqatlarni aytib beradilar. Ular suhbatni anonim tarzda o'tishini xohlaganliklari uchun biz bunga rozi bo'ldik. Keling, hammasi bir boshdan boshlaymiz. Onlayn qimor o'yinlariga kirib kelishingiz jarayoni qanaqa o'tgan? Avvalambor assalomu alaykum. Bu eslasa odam g'alati bo'lib ketadigan savol bo'ldi. Kirib kelishim bu o'yinga bitta ishxonamda bitta okaxon o'ynaydi. 1-2 ko'rdim ular slotlar o'ynaydilarni. 5 so'mdan, 1000 so'mdan mana shunaqa aylantirib o'tirardilar, mayda so'mmadan. O'shani bir ikki yutganini ko'rdim. Endi yutyapti 100 ming so'm, 150 ming so'm yutyapti. Ko'rdimda o'shanga qiziqishim oshdi. Aytdim 100 ming so'm tashlab mana shunaqa qo'rsa bo'lar ekan. 3-4 marta ko'rib qiziqib yurdim. Keyin so'radim. Ochib berasizmi desam ochib beraman. Lekin o'sha paytda bilmayman, shayton yo'ldan urganmi, ochmasam ham bo'lardi o'zi. O'zimni ahmoqligim, o'zimni qiziqishim. Ochganman. Birinchi tashlagan summa 25 ming so'm bo'lgan. 25 ming so'm. Uni ham plastikka tashlagan o'zimda naqd bo'lardi. Chiqib ketishi bo'lmasdi. Yetsam menga bo'ldi, men plastikimdan, u plastikni ulash kerak bo'lgan hamma u ID narsalar so'ragan va hammasini ochib to'g'irlab nastroykalar qilib bergan. Keyin 1-2 kundan endi so'rab yurdim, qanaqa pul tashiydi, nima qiladi, yutsa qanaqa yechib oladi. Avval tan yutaverdi, keyin men o'rgataman. 25 ming so'm tashladim, 5 minutga bormadi. Yutqizib qo'ydim haligi pulni. Yutqizib qo'ydimda meni o'sha payt o'zida azat yoqildi. 25 ming so'm mayli omading kelmadi deyapti. Endi anini ko'rganman yutishini. Yo yutmasam bo'lmaydi deb. Yana tashlagan, 50 ming so'm tashlaganman. Birinchi 25 ming, orqasidan 50 ming tashlagan. U ham kechki payt ishdan chiqib uyga borayotgan, tashlab bering deganman. Uyga kirib ketishdan tashlab kirib ketganman. Shu inson sababchi bo'lganda menga. Birinchi marta katta summa yutkazganingizni eslaysizmi? Qanaqa his-tuyg'ular o'tgan? U katta summada birinchi katta summam o'z boshida kirib kelishim 25 mingdan boshlangan bo'lsa, o'sha summa 400 ming so'm bo'lgan. Esimda qolgan, aniq. 400 ming so'm naqd pulim bo'lgan. Borib kartasiga tashlaganman. Undan ham foizlarni olib qolib 385 ming so'm tortganman. 385 ming so'm o'yinga tushirganman. O'sha meni birinchi yutqizganim kattasi o'sha bo'lgan. O'sha boshlangan. O'shandan keyin o'sha menda azat boshlangan. Shunaqa pul mana ketma-ket yutkazyapsiz, birinchi 50 ming so'm tikyapsiz, 25 ming so'm tikyapsiz, yutkazyapsiz, 400 ming yutkazyapsiz. Nima sizni tortardi yana pul tikishga yutkazganingizdan keyin ham? Chunki unda bitta demo degan o'yini bor. Kirsangiz ham pul qolmaydi-ku. Demo degan u aniq. Yo'q pulda, u kirasiz o'ynaysiz, aylantiraverasiz shu pulga. Kirib o'sha yerda o'ynardim, o'sha demo o'yinlarida o'sha pulni berardi. Men uni ko'rardim. O'sha o'ynayotgan slotimni o'ynardim. Yutuqlarini o'shanda ko'rganman, demoda ko'rganman. Demak, shunaqa yutuq yutsa bo'lar ekan deganman. Summa tikish boshlaganman men. Misol uchun nima tushishini, misol uchun mana shu summada taxminan mana shunaqa summada mana major tushyapti. Demak, menimcha aylantirgan. Uje men qancha aylantirib, qaysi paytni to'xtatib olishlarni o'zimcha qilardim. Misol shu marta aylantirib bitta restart berib qo'yardim.
o'shanaqalarni o'zimcha o'ylab taktik qilib unda yutsam demovda yutsa bo'ladi-yu deganman-da. Unda ham yutsa bo'ladi degan narsa bo'lganda manda. O'sha paytda har safar katta summalar tikishga pulni qayerdan olgansiz? Endi u pulni aytyapman-ku, ishlardik kelardi. Aslan o'sha savdo sotiqda bizda plastimizda pul aylanardi. Bemalol misol narsa olib sotardik, foydamiz bo'ladi. Yoki klient puli turardi. O'shalardan foydalanib turardik, qo'yib qo'yamiz joyiga. Qarz so'rashlar ham bo'lganmi? Da, oxirgi paytlarda shunaqa bo'ldi. Oxirgi o'sha men bu o'yinga kirgandan keyin yutganman. Yutgan pullarimni men faqat kayf qilaman. Yomon yo'llagan bo'lganman. To'g'ri. Yomon ishlar qilib ko'rganman qizlar bilan. O'shalarga ketardi aslida. Qarz so'rash mavzusida o'rtoqlaringiz yoki boshqalar nima uchun so'rayotganligingizni so'rashgan? Ha, yo'q, nima uchun emas, nima uchunligini siz aytmaysiz, misol uchun og'ayningizga telefon qilib, menga pul kerak desangiz, nimaga deydi. Bahona tayyor, ishimga bittasini narsasini olib olishim kerak, оборотga. Olasiz bo'ldi, uni joyiga qo'yaman deysiz, qo'ya olmaysiz, boshqa og'ayningizdan so'rash to'g'ri kerak. Lish bu undan olib turib bunga berilgan lavzga berib olasiz. Ungacha yana nimadir xatardir kelib qolsa yutib joyiga qo'yib qo'yaman degan. Uni shapkasini bunga уже kiydirish boshlangan paytlarim. Misol uchun ko'p odamlarni va surishtiruvchilarni eshitasiz-ku. Ko'pchilik mana shu Xbet o'ynayotgan yoki boshqa qimor o'yinlarini o'ynayotganda o'zida asabiylashish holatlari bo'ladi. Misol uchun yutkazadi-da, bo'ldi. Azar deyiladi buni. Azar bu yutkazasiz, misol uchun boshqa pulingiz yo'q, o'sha pul bilan kirib оборот qilaman deysiz. Undan qarzingiz bo'lsa borki ko'chada, u puldan boshqa. Lekin sizni bu yutkazib qo'ysangiz, ulardan yana ola olmaysiz. Boshqa pulingiz yo'q sizning. Mana shu summa. Shu summani o'ynayman, qarzlarimni to'layman. Ko'chada qarzim ko'payib ketgan. Qarzlarimni to'layman deb kirasiz, yutkazib qo'yasiz. Tirnoqlarimni tishlarim bor. Mana shu tirnoqlarni tishlab hamma qo'ytirardim. Azab kuchliligim, uje kalla ishlash bo'yicha tirnoqlarni qayerda nima qilsam ekan, qayerdan pul olsam ekan, qayerdandir olib turib, tiqib turib, yana ursam ekan, mana shunaqa narsalar bo'ladi. Azab mana shunaqa. Uje yon atrofingizdagi insonlar sizni qiziqtirmaydi. Misol telefonni jiningizda ham olasizda ko'p gaplashishingiz kelmaydi. Tezroq qo'yib, tezroq shu o'yinga pul tashlash bo'ladi. Inson katta pullarni yutkazsa ham yana va yana qimor o'yinlarini o'ynayverishi mantiqqa to'g'ri kelmaydigandek tuyuladi. Aslida bu jarayonni mantiq emas, miyadagi psixologik mexanizmlar boshqaradi. Har safar pul tikkaningizda miyaning dopamin deb ataluvchi kimyoviy moddasi ajralib chiqaveradi. Dopamin bu zavqni yuzaga keltiradigan modda. Faqatgina yutganingizda emas, o'sha pulni tikkaningizda ham dopamin ajralib chiqaveradi. Ayniqsa yana bir urinish bilan yutaman degan umid miyani doimiy ravishda dopamin ishlab chiqarishga majbur qiladi. Bora-bora bu odatga aylanadi. 1 marta yutadi, 5 marta yutkazadi. Lekin inson miyasi aynan o'sha g'alabasini eslab qoladi. Bu jarayon odamni o'z joniga qasd qilish darajasigacha yetaklashi mumkin, chunki nafaqat pul, balki vaqt, asab, e'tibor va munosabatlarning barchasi qimorga almashib ketadi. O'sha paytda faqat yutkazganmisiz? Yo, yutib mashina yo'q. Ani aytdim-ku boshida. Birinchi avvalizdan menga ishxonamdagi o'rgatgan. O'shan bilan sherikchiligi o'ynaymiz. Sherikchilik deganda misol uchun u yetadi. 300 ming pulim bor deydi. Men aytaman misol uchun. 400 ming pulim bor. 700 ming bo'ladimi? Tashiymiz baravar. Yutilgan pul pa. Yo o'ynaydi, yo men o'ynayman. Lekin qarab o'tiramiz, to'g'rimi? Shunaqa bo'lardi, 700 ming pul bilan kirardik. Oxiri o'sha sherigim bilan yutgan pulni aytib beraman sizga. Nima qilganmiz keyin? Qarang, yutganmiz. O'ynayapmiz, yutqizib qo'ydik. Tushunasizmi? Birinchi 100 ming tashlab, 200 ming yutqizib qo'ydik. 5 minut ichida mashinani o'ynab o'tamiz. Keyin aytyapti. Yutasanmi o'zi men o'ynardim-da. Sen qo'ling unaqa, seni qo'ling nasib bosib ketgan, u yog'ida bu yoq so'kar. Berma o'ynayman. U ham olib yutqizib qo'yadi. 400 ming yutqizib qo'ydik. 20 hamga bormadi, 400 ming yutqizib qo'ydik. U ham endi tikib qo'ygan-ku, men ham tikib qo'ygan. Davay deyapman. Tiqamiz deyapman, men o'ynayman deyapman. Yutamiz deyapman. U rozi bo'lmay, ana qilib, uni ham ko'ndirish oson bo'lmadi. Juda azart yoqildi deymanda. Uni ham azarti yoqib, u o'zini bosyapti, tushunasizmi? Men uni yo'ldan uraman.
davay u ham keyin oxiri shaytonga qarasa ikkita shaytonga bas kelolmaydi, rozi bo'ldi, pulini berdi, men ham pulimni qo'yishdim. O'ynayapmiz. 100 ming so'm pul qoldi. 100 ming so'm. 10 ming so'mdan aylantirsangiz 10 ta aylantirasiz. Bo'ldi, u degani sekund. Tushunmayapman, men katta summada o'ynayapman, tushunmayapman. 3 ta aylantirishga yetadi, tushunmayapman. U yetyapti. Bo'ldi, kirdi dot. Eshikni ochib tushdi mashinamdan. Sigaretni yoqib chakka so'kyapman. Hali pul bor, 3 ta aylantirishim kerak. Ani pulni tushirganda ondan bir. Orqaga qaytarib pulni kamaytirdi, shu 100 mingni sal ko'paytirib keyin shu summaga o'tib olib o'ynayman. Ichimda nimadir urdi. Bitta bos yutasan dot. Bitta dona bos yutasan dot. Nimadir? Pulni tushirmoqchi bo'lgan payt. Tushirmadi. 3 ta aylantirsam pulim tugaydi. Demak 25 mingdan oshiqroq. Bitta bossam berdi 3 ta. 6 taniga beradi. Oldi. Kirdik ichiga. Bu bonus shadim, sen ishonmayapti. Sigaretini tashlab yugurib o'tirib eshikni yopib, jonim baladi bilardim men. O'sha pulni ko'rdi, ana bu sizni pulingiz olasiz. Yana bonusni beradi, shu tushganni qo'shib bittaga yetib oladi. U ko'rdimi pulni ko'zi chiqib ketdi. Voy ukajonim, seni yaxshi ko'raman. O'zi bolalarni lekin yaxshi ko'raman deb bos derdi. O'sha yerda o'zida qancha qildim? 11 million qildim. Shu yutuq 11 million bo'ldi. Bonus ichida qanaqa tushadi? Bonus major degan narsalar tushadi. Minor, mini degan narsalar tushadi. O'shalar eng kattasi tushdi, mana major tushdi, dang. Major tushgandan keyin o'sha pul 11 million bo'ldi. Sherigim yetishga tushdi. Bo'ldi, ber telefonni qo'limdan olib bildi-da, o'sha azatim yo'qildi. Uylaydi o'ma. Bo'ldi, bugun bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q dom. Qarang, to'ymayman o'sha. 1,5 million yutqizganmiz undan. O'sha pulim 11 million bo'ldi, to'ymayman. Tushasizmi? Ani qo'limdan tortib olib, urishib, so'kishib olib ketdi. Uning telefoni edi. Bilaydi olmay, ishqilib ertalabgacha o'ynab qo'ymasin deb o'zimdan xavotirda uxlayolmay, ertalab turib, voqi telefon qolmadi. Tur, ishga chiqdi olmay. Unaqa payt ishga hech kim bormaydi-da. Uydan borib olib chiqib, pulni yechishni boshladik. Obedgacha yechib bo'ldik. Kam qilib. Keyin bo'lishdik pulni. Keyin endi teng bo'lishdik-ku, men yutdim-ku. O'zi 100 ming so'm qoldi. Men yutdim. Keyin unga yetdim. Yo dedim, mendan boshi oyoq sataqa berasan. Yo'q dedi. O'sha yerda ham urishib, talashib, boshiga salpoq bergan. Eng katta yo'qotishingizni esla olasizmi? Mana shu o'yinlarga ketganingiz. Eng katta summa yo'qotganim $500 pul bilan kirdim. Shu oxirigisini aytib beraman sizga. $500 pul bilan bitta kirganda $500 bilan kirganman. Lekin meni o'sha paytda o'sha $500 olib kiraman, men 2000-3000 urib chiqaman deydilar. Lekin urganman shu summalar. Qancha bo'lgan? 75 million urganman. 75 million urganman. Undan ham qarang, $500 bilan kirganman. $60 pulim qolganda men shunaqa joyga to'g'ri kelib qo'yganman o'sha. Faqat yutuq. Yutuq orqasidan yutuq. Bonuslar. Tepada bonuslar tushadigan narsalar bor, uni bilishsa kerak. Mini degani bor, major, minor degani. Katta summalar bo'ladi. U o'sha redki ora-orada bitta berib qo'yadi. Shunaqalarda menda qo'lim o'sha kuni kelib 75 million yutganman. 75 million yutganman, 30 millionni yechganman. 30 millionini unda ham bittada yechamiz. Bittada yechsiz muzlaysiz. Muzlatib qo'yadi shu yerda umuman. Kirasiz 1 million, 1,5, 2 million, 3,5 million mana shunaqa yechib kam tushardi, plastik ming ko'rardim, keyin yana kirib yana yechardim. Shunaqa qilib 30 million yechganman. Qolganini bo'ldi tursin, ko'paytiraman deganman. Endi pul ko'p-ku, 30 million yechib qo'yasiz. $500 bilan kiryapsiz. $500 olib qo'ysangiz ham, misol qolgan 25 million foydadaman deyapsiz. Yana bu yoqda pulingiz turibdi. Bir kun turganda o'sha pullarni, bir sutga turgan o'sha pul. Ana 25 millioni ketdi qarzligi. Man bo'lganda, hamma qarzligi bo'lganda ketish payt bor-ku pul. Ishonasiz, u yoqda sho'tingizda bor. Grek hammaga berasiz, hamma bilan cho'tkiysiz-da, bir so'm pul bilan azobda kelasiz. Ani turibdimi? Qani hozir bugun kecha 75 million urdim, hozir men bugun bashi uraman. Yana shunaqa providerlar bor. Yutuqlarni qo'yib borishadi. Banda qo'yiladi. O'shalar slotlarni ko'rib o'tiradi. Ular benzinli summa yutadi. Ular chunki katta summa risk qiladi. U men eng ko'pi $500 bilan kirgan bo'lsam, ular kamida 1000, 2000, 3000 bilan kiradi. 50 million, 60 million pul bilan o'ynaydigan bolalar. Videosini qo'yadi, odamni qiziqtiradi.
ko'rasizda o'qitasiz. Bu uryapman, urolmayman deysiz. Bundan nima kam deysiz. Taktiklar qilib ko'rasiz o'zingizcha, summani tushirib ko'rasiz, ko'tarib ko'rasiz. Ko'targan paytingiz bersa, voy men bilardim mana shuni deb xursand bo'lasiz. Keyin ana pulga qaytadigan bo'lsa, kirdim, o'sha kuni azatda yutqizdim, hammasini yutqizdim. Da kopeyka pulni ham tarqatib bo'lganman. Bu yoqdagi pulimdan yutaman deganimni ham da kopeyka yutqizganman. Uje orqaga qaytmasangiz bo'lmaydi. Qarz borib ishsizligiga ishingizga ta'sir qiladi. Yomon yuribsiz, qizlarga yuribsiz, kayf qilib yuribsiz. Hamma narsa ishingizga ta'sir qiladi, oilangizga ta'sir qiladi. Qattandir bari eshitadi oilangiz. Qattandir og'ayingiz eshitadi. Qattandir uyingizdagilar kattalar eshitib qoladi. Sizga aytadi, "Voy, siz deysiz, o'ynamayapman" deysiz. Atak biz u bosardik. To'lki bosardik. Yutamiz deb naborot yutqizgan. Bizda plyus bo'lmas. Berardi. U o'yin berardi. Mana senga berardi. Uni ushlab turib chiqib ketishni bilish kerak. Nafs eng yomon narsa, azat shu narsa. Yutasizda o'q deysiz, mana pulni. Qattan u tiqosa ovoz. Misol $500 tiqosa 50 million qo'yib oldingiz. Ketgan bo'lsa 1 soat vaqtingiz ketdi. Ana yerda ishlasangiz 1 soat buni pul topa olasiz-da. Pulni olasizda, kayf qilasiz, nimadir qilasiz. U pulni olib kirib yana o'shanga tiqasiz. Undan ko'pini tiqasiz. Yoniga qo'shib turib tiqasiz yana qarz bo'lib. Mashinalarim bo'ladi. Mashinalarim ketdi o'yinning orqasida. Oilam uje bildi, hamma bildi uje. Birsim yo'q, ishim uje orqaga qarab ketgan, zakazlar kam, pul abolot kam bo'lyapti. Uje hamma sekin-sekin bilgandan keyin orqaga qarab ketdi hammasi. Bitta o'zim qoldim. Sizda shu o'yinga boshlagan sherigingiz taqdiri nima bo'ldi? Qaytsa. Ay, pullas. Hali o'yinga kirgan ekan, eshitdi. Voy billet. Endi tanishdi, endi ishxonani bilaman. U ishxonada tanishlarim ham ishlaydi, uni atrofida. Bir so'rab qolaman. Endi hali ko'rishmayman-da, u akalar bilan ham. Bir ko'rishganda, "Qalay aka, yaxshimi? Ana ipros menga o'rgatgan yuribdimi?" desam, "Yo, hali ham o'ynayapti, sandan keyin ishlasin zaharladi. Qarang, aka, mendan keyin shu ishxonasi deganda ves zahar. Mendan keyin necha odam almashib ketgan u ishxonada. Kelgan odam o'rgatgan. Ko'rsin bitta zirabchani yiring deydi-ku. U hali ham shu ish qilib yurgan ekan, yiring ishini. Umumiy, mana shu o'yindan to kirib kelib, to chiqib ketguningizgacha yutganlaringiz bor, yutkazganlaringiz bor. Umumiy qancha yutkazgansiz? Umumiy 80 mingga yaqin. Dollarda. Ha. Shunaqa 80 mingga yaqin yutqizganman. Zarardaman. Ko'chada qarzlaringiz ham bor. Da, izdaysiz ko'chada qarzlar bor. Chunki u pullarni olib tiqqanman nima? Yutaman deb tiqqanman, yutqizganman. 80 ming. Hozirgi paytda agar olaman desam, liyetdi. Bu zo'r mashina ola olardim. Agar shu pulim turganda, yoki anta 4 soat yer olib qo'ysam ham, unga pul qo'shilsa qo'shilardiki, lekin men o'sha 80 ming tiqqanman. Eslayman. Hozirgacha hisob-kitob qilib, real summaligini bilib, o'sha paytda rasahmo bo'lgan ekanman. Fokusimni boshqa narsaga qaratganimda shu pulni tiqib boshqa narsa qolar. O'yinlarni orqasidan bitta tanishim bor edi. Endi u tanishida. Ishxonani pulini olgan, cho'g'ismi, endi o'tda qanaqangi pul aylangan. Olganda futbolga tikkan, cho'g'ismi, futbolga tikkan. Yutqizgan. Katta summa bo'lgan, u ham dollarda bo'lgan. Kichkina summaga o'ynaydigan odam bilardim. Tanirdim men uni. To'g'rirog'i ko'rganman, bir-ikki marta. Yutqizib o'zini o'zi osib qo'yganda. Chunki u pulni nikak qaytarib bera olmaydi-da. Joyiga qo'yib qo'ya olmaydi. Yoki misol qo'ydilar qarnatsa, shu o'yinga yutqizib qo'ydim deydim, nima deydi? Oilasiga borib, o'g'lingiz meni pulimni qimor yutqizib qo'yibdi deydim. O'zini o'zi osib shundan qutulgan. U qutulmadi, u uydagilarni battar azoblab ketdi-da. Babani pul bergan, pulini ishlatib qo'ygan odam borib uydagilarga aytmaydi. Bilaman uni shunaqa o'yin o'ynash. Uydagilar boradi, qimorni yutqizib qo'yib o'zini o'zi osib qo'ydi. Kim to'laydi qarasa, siz o'lib ketgan taqdiringizda ham siz orqangizdagi kashi uyingizdagilarga zarar qiladi. Shunaqa azatga berilib, birovni pulini olib tiqib qo'yasiz unga. Uje orqaga yo'l yo'q, kimga yetazlardingiz? O'zini o'zi o'ldirib yuborgan nechta?
suvga cho'ktirib olgan eshitdi. O'shalarni eshitib men ham birinchi boshida aytganman. O'sha tupikka borganingizdan keyin kag yana ketasiz, ko'cha tupikligini bilyapsiz. 80 ming oqib qo'ydingiz. Yana dalcha etmaysiz, to'xtash kerak-ku inson. tanishingizni shu katta sum yutkazgandan keyin o'zini osib qutuldi deysiz, qo'shtirnoq ichida qutuldi deysiz. Boshingiz o'sha urildi devorga. Tugadi hammasi, ko'chada qarzlaringiz, o'yinga tikkaningiz. Umuman olganda sizni ham hayolingizga shunaqa o'zini osish, o'ldirish, qutulish qanaqadir kelganmi? Kelgan. Men o'zimni zo'r qaytarganman. Qarang, mana bunaqa narsada yutqizib qo'yasiz, azatingiz yo'qoladi. Hech qayerdan bitta cho'pkalik yordam yo'q. Bo'ldi, siz hech kim emassiz. Hech kim emas, hech kim sizga cho'kot yordam berdimi? Men o'zim anaqadan tashlamoqchi bo'lganman, domdan tashlamoqchi bo'lganman. Shunaqa to'yib ketganman, shunaqa dashtni davomlarini eshitib, shunaqa aniq bo'lib ketganman, shunaqa aniq jinnilikdan o'zim boshqara olmaganman. Azat yo'qolgan, devorlarni urardim, tushunasizmi? Jahlim chiqib ketibdi. Nimaga menni shunaqa nega ani yutgan, nega men yutgan urib devorlarni mana shu 9-etajaga chiqib o'zimni tashlamoqchi bo'lganman. Anaqasi bor, unda borsiz chekkasida 60 santimetrli baland. O'sha joyga borganman, chiqmaganman hali anani ustiga. Unda pastga qaraganman. Ashitdan otaman o'zi. Shunaqa o'chganda menga. Unda ushlaganman-da, past ko'rganman-da, duh yo'q-da, chuvosida. O'zim aytganman, qo'y, bag'lasan hozir. Tashavording, o'lding. Parchalanib ketding. 5 minutda tushasan, o'lasan. Ertaga uni eshitganman-ku. Uydagilarga kasha-da, aka. Uydagilarga kasha. O'lib ketsangiz ham kashingiz qolib ketyapti-da. Yoki tozalang uni. Boshqatdan nihol bo'lib o'sing, zo'r bo'lib. Ani chirminiyon gullarni olib zo'r bo'lib o'sing, yoki bo'lmasa o'lgan taqdiringizda ham siz bo'ldi, olib qo'yib olishmaydi. Ay, plos shu o'yinni o'ynamaganingda yoki shuni qilmaganingda hech kim sizga ehtiyojlanib o'zini deslamaydi. Bola ham shunaqa bo'lib ketdi yoki shu farzandim o'lib ketdi. O'shalarni eslaganman, o'ylaganman, tushunasizmi? Tozalash kerak bu kalshani, bo'ldi, tozalab qutulasiz. O'zingizni o'ldirib emas. Lekin miya o'chadi, shunaqa sekund o'chadi, aka. Azati ko'zingiz ishdan so'ng otib olay, ondan keyin otib olay, o'lsam o'laydingiz, shunaqa bo'lib qoladi. Kimdir bunday stavkalardan boyib ketganini aytadi. Yana kimdir omad unga kulib boqqanini xursand bo'lib so'zlab beradi. Lekin yodda tutishingiz kerak bo'lgan narsa, tizim hech qachon sizga mag'lub bo'lmaydi. Bugun bir insonning hayotini eshitdik. Faktizmning bu galgi ko'rsatuvi bunday hikoya boshqa ism, boshqa inson, lekin shunday azob bilan takrorlanmasligi uchun ogohlantiruvchi qo'ng'iroq bo'lib xizmat qiladi degan umiddamiz. Ko'rsatuv ko'proq ommaga yetib borishi uchun unga like, izoh va repostlaringiz orqali yordam bera olasiz. Keyingi ko'rsatuvda yanada yaxshiroq mavzuda gaplashamiz. Ungacha xayr, salomat bo'ling.